Qashqadaryo Kitob tumanidagi darvozalarda sizlarga narx-navolarni ko'rsatishga davom etaveramiz. Hop, mana darvozalarimiz har xil darvozalar yasalgan, tayyor turibdi. Ular bir boshdan narxidan boshlasak. Bu darvozamiz. Assalomu alaykum. Darvozamizda eni 3.30, balandligi 3.60, kvadrat metr 600 mingdan chiqqan bu. Materiallar qanaqa ekan? Profil. Materiallar har doimgidek eng qalin materiallar bo'lgan bu. Lislari 1.2, profillar 6.4. Stoykalari 2 yon taglari shivillardan shundan chasay bosib qo'yganmiz. Avtomobilni lastikamiz buni ustida. Hozir yasalayotgan darvozalarimiz narxi salgina qimmatroq bo'ladi, chunki material narxi salgina oshgan. Ular narxini ham aytib o'ting. Bu hozir yaltiroqli darvozalarimiz bular metr kvadrat 750 mingdan chiqqan bular. Buni razmeri 3.5 ga 3.5. Hozir mana bu yerga turgan darvozamizda kvadrat metr 650 mingdan olganimizda mana bunaqa ko'rinishga qilib beramiz. Tayyor bo'lsa xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Ha. Ko'rinishga qilib beramiz hozir. Egasiga necha pulga tushyapti? Toshna razmer esimda yo'q. Shu 7,5 million atrofiga bo'lgan darvoza. Kraskadan oldin обязательно uyligalarni chaqiramiz, klientlarni. Kelib bir materiallarni ko'rib, jestlarni ko'rishadi. Undan keyin gruntovkalar turib beramiz. Mana bu darvozamiz necha pul tushyapti? Ikkita darvozamiz bitta xonadonga boryapti. Ikkalasi ham ichkariga ochiladigan darvozamiz. Bu o'zi orqa tomoni, ichkari tomoni. Orqa tomoni. Ikkalasi 15 million 400 mingga chiqqan. Barganza qishlog'iga boryapti. Barganzaga boradi. Olli qismini ham ko'rsating. Bu olli qismi bo'ladi. Olli qismi. Tashqari qismi. Bu yo'llarga skoch aylantirganmiz. Nikeli borami? Yo'q, buni nikeli yozdim. Mana oldini ham ko'rsatamiz. Bu yer skochlar bor, skochlarni olgandan keyin yana ham chiroyli ko'rinadi-da. Mokriy asfalt, kraska bu. Ranglari. Bu materiallari qanaqa materiallardan foydalanadi? Shu bizda bir xil materialga ishlaymiz aka. Eng qalin profilga, eng qalin listaga ishlaymiz. Ikki yonlari, taglari shivilli. Xohlagan klientlar tipasini lazer qilib, havo kirib chiqadigan qilib beramiz. Xohlaydiganlar yo'q beriladi. Yo'q beriladi. Bu darvozamizdan keyin ketsin. Bu darvozamizda eni 3 metr, balandligi 3.5 metr. Tepa qismini gluxoy qilganmizda havo aylanib chiqadiganlar. Egasini xohish bilan. Mana bu yerga hozir yaltiroq do'rni qora krasivamiz. Endi yaltiroqlarga ko'p garantiya yo'q. Xohlagan vaqt tushib ketishi mumkin. Shunga qora krasiv beramiz. Bu hozir ko'cha tomoni bo'ladi. Ha, ko'cha tarafi. Buni ham rangi mokrisi. Shivellarni ko'rishingiz mumkin. Ha, shiveller qilaman. Bu ichkari tomon bo'ladi. Bu uydan ichkari taraf. Ichkari tomoni ham chiroyli bo'ladi. Hozir yasalayotgan darvozamiz bor. Hozir uni ham sepamiz. Gruntov holatlarga turibdi. Bu ichkari ochiladigan bo'lgan ekan. Ha, shunday bo'ladi. Egasi xohishi bilan bo'ladi. Bu hozir gruntovka varianti. Ha, bu gruntovka holati. Uni xudo xolasa mana svetga qilish niyatimiz bor. Bu har doimgidek eng mokriy svet, hadovoy svet bo'ladi. Eng hadovoy svetlardan odamlar ko'p xohlaydigan. Ko'pchilik aytadi gruntovka sepmaysizlar-da, mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana shuni holatga agar uzoq safarda bo'lgan odamlarga ham gruntovkani rasmini tushirib tashlayveramiz. Kelish imkoniyati bo'lmasa. Rasmi, videosi qilib. Bemalol orqa taraflarni ham ko'ravering. Gruntovka sepilgan.
Mana hamma tomon seplar. Aldov yo'q. Ichkari tomon. Eng yaxshi kraskalar sepiladi bu yerga. Apex degan germetiklardan ishlatamiz. Ular misol qimmatroq, yaxshi germetik. Bunga gruntovka şey seplar. Shuni malayka ishlar shu yerga bo'ladi. Biz masalan xohlagan razmeringiz bu 10 tadan ziyod darvozam bor reklamaga. 4 ga 3,5 ham bu, 3,5 ga 3,5, 3 ga 3,5, 4 ga 4, 380 ga 350 aytgan razmerni hisob beramiz. Sirroq shunday bo'layotgan odamlarga ham 4 kungacha olamiz. 4 kungacha olib yasab, o'rnatib bera olamiz. Bemalol murojaat qilsa bo'laveradi. Hozirgi paytda uzog'i 10 kun, bir haftalarga olamiz zakaz. Manzilimiz Qashqadaryo Kitob tumaniga, mana Raybalinsanni yaqiniga. Raybalinsan oldiga. Xo'p, mana Alakani darvozasi eti. Yana tayyorlanish jarayonidan sizlarga video qilamiz hozir. Uyga yarim tayyor. Mana yarim tayyor darvozalar. Bular qanday bo'ladi tayyor bo'lgandan keyin? Rasmlari bormi? Bular hozirgi o'sha qaytik uslubdagi darvozalarimiz. Mana ko'rinishga bo'ladi. Bu tayyor bo'lsa xuddi shunday ko'rinish. Bu Chorshambi qishlog'iga boryapti. Chorshambining Achchig'i degan qishlog'iga boryapti. Achchig'iga boryapti mana bo'lsa. Narigi darvozamiz Shaharsabzi Sinovoq qishlog'iga boryapti. Sinovoqqa bo'lyapti. Buni ham hozir rasmimizda ko'rsatib o'taman. Mana ko'rinishga bo'ladi. Bu ko'rinishga tayyor bo'lsa. Bular hammasi 650 ming olingan metrlar. 650 mingdan mana. Ko'rib turganingizdek hammasi qalin, bironta joyga uloq yo'q. Qalin profil, qalin listda ishlaymiz aka. Maqsadimiz ertaga qo'ni-qo'shnilari, yana qarindoshlari zakaz olib kelish uchun eng yaxshi sifatli narsalar ishlaymiz. O'zlaringizni klient ushlab turish uchun ham bari sifatga e'tibor qilasizlar. Shunday, обязательно. Shivillar, mana chasvaglar ham 3 tadan bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, bizning listimiz katalogi bor. Klientlar agar tanlash qiynalsa, bemalol olib borib tanlashlari mumkin. Xohlagan listani bosib beramiz, dogovorga uning ta'siri yo'q. Zakaz olish jarayoni qanday bo'ladi? Zakaz olish jarayoni borib o'lchovlarni olib, razmerlarni olgandan keyin uzog'i bir $100 zaklat olamiz. Qolganini olib borib o'rnatib, egasi qabul qilgandan keyin oxiratni sanab olamiz. To'lovlar bizga chetdan ham bo'laveradi, plastigimiz ham bor. Har bir kley orqali ham qilsa ham bo'laveradi. Bundan tashqari ham bizga akva seximiz bor. Bemalol akva kerak bo'ladigan bo'lsa, Akva eshik debza. endi eshiklar ham qilamiz. Bemalol zakazlar olaverasizlar. Telegram orqali ham aloqalashib bemalol kataloglar, zakazlar. Telegram, WhatsApp bilan bor. Bemalol chig'ursalar bo'ladi. Chiqib aloqaga chiqib gaplashib olsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek mana bular 6 ga 4 profil. Qalin profillar ham. Tasvirlari 3 tadan qo'yamiz. Metal olingan zapas bor sizlar har doim. Har doim ham. Biz qachga tushiramiz aka. Har bir sexga qo'yamiz, bu yerga joyimiz kichikroq uchun. Bemalol kelib, metalli, jestni olinib ko'rib, keyin zakaz qilamiz sizlar ham qizig'i yo'q. Eng qalin materiallar ishlatiladi.